Kechirasiz. Hechqisi yo'q. O'tgancha. Senga sovg'a oldim. Rostdanmi? Haqiqiy brilliant. 999 prova. Vau, shirinligini adasi rostdanmangami? Buncha chiroyli. Rahmat adajonisi, katta rahmat. Men har doim sizga ishonganman. Bir kun kelib, ishlaringiz shunaqa zo'r bo'lib ketishini ich-ichimdan his qilar edim. Bu gaplarni sizga juda ham ko'p aytganman. Esizdami? Esimda. Yaxshi esimda. Erkak degani ham shuna bo'ladimi? Yo, ayting menga, shuna bo'ladimi erkak degani ham? Bir uyda ro'zg'orli yo'q, bunday chiqib bir xarajat qilib keladi ishni bilmaysiz. O'tiraverasiz, o'tirishingizni qarang hozir ham. Qachon biz bir odamlarga o'xshab maza qilib yashaymiz? Yo, o'zim ishlaydi desam shunga ko'nmasangiz, nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Dadasi bir yechim beringchi menga bir. Nima qilishim kerak? Uyda ro'zg'orli bolalarni qara kir yo'q. Men ham charchayman, men ham insonman. Aka uzr, marhamat shod. Saboylaringiz ham tayyor. Aytim kerak emas. Rahmat aka, sog' bo'ling. O'zi qachondir zo'r bo'lib ketishini bilardi. O'zingga ham aytardim-ku, bir kun kelib ishlaring cho'tki bo'lib ketadi. Ko'p aytardim. To'g'rimi? Bo'ladigan bola o'zi boshidan ma'lum deyishadi-ku. O'rtoq, bu darajaga erishishing, bunaqa kuchayib ketishing yoshligingdan bilinardi bor-ku. Sen buni eslaysan, sinfdoshlarning orasida ham eng zo'r, eng kuchli odam bo'ladigan sensandir. Ha? Eslayman. Yaxshi eslayman. Erkaklik shunchaki muammosanda chest degan narsa bormi? Qachongacha u birovlardan arzimagan bir 300 ming, 500 ming so'rab yurasan. Mehnatingni qilsang-chi undan ko'ra. Mayli, короче. Nima qilganda ham o'rtog'imsan. So'raganingni bermayman. Mayli. Shunda ham shuni ol. Yana ochingdan o'lib qolmagin. Lekin bitta narsani bilib qo'ygin. Erkak kishiga baribir uyat degan narsa kerak bo'ladi. Sog' bo'l. Uyat bor. Uyalishga uyalaman. Hozir narsa olib kirish kerak edi uyga. Qurilish boshlaganman aka. O'shaning uchun ozroq qarz so'ramoqchi edim sizdan. Hech pul kerak edi. 1000 bersangiz bir amallardim aka. Ham 2000. Qolganini mayda juda kam kursdan ishlatasan. Rahmat aka. Men ishonardim, qachondir shu kunlar kelishiga, qachondir shu vaziyatdan chiqib ketishingizga, ishlaringiz zo'r bo'lib ketishiga ishonardim aka. Men har doim yoningizda bo'lganman sizni. Har doim sizni qo'llab-quvvatlaganman. Esingizdan? Endi qarang-da aka. Ozroq uyalish kerak-da odam. Erkak odamsiz aka. Qachongacha 100 ming, 200 ming so'rab yuraverasiz aka? Meni ham tirikchiligim bor. Ya ozroq uyalish kerak-da aka, ozroq. Chiqing, ishlang. Ish topib berdim, ishlamadingiz. Xullas 500 ming so'ragan ekansiz. 200 ming bor. Assalomu alaykum. Voy, alaykum assalom, salomatgina. Yaxshi kelding bola? Yaxshi o'tiribsizmi? Yo'q, mana kitoblar o'qib o'tiribman. Ilohim, Allohim tinchligini bersin. Hamisha sog' salomat bo'lgin. Qanaqasiz? Yaxshi keldingmi? Yaxshi. Yaxshi, zo'r Sizga gap. bitta sovg'a oldim mana. Voy. Voy, aylanib ketay bolajonim. Ey, topganlaringga Alloh baraka bersin. Bolam, senga har doim aytaman. Menga seni sog'lig'ing kerak. Nima qilasan bunaqa narsalarga xarajat qilib? Har doim senga aytaman. Menga faqat seni sog'lig'ing kerak.
Dunyolarni oyog'ingiz ostiga sochay deyman-da ona. Faqat hozircha ozroq sharoit bo'lmayapti. Lekin harakat qilyapman. Xudo xolasa ona, hali ko'rasiz. O'g'lingiz shunaqa bo'lib ketadi, onajon, xohlagan narsangizni muhayyo qilaman jonim onam. Aylanib ketay bolam. Dunyoni tashvishlari hech narsa kerak emas menga. Menga faqat seni sog'liging kerak bolam. Menga sen sog' bo'lsang bo'ldi.